Maşinimiz Damas 3 avtomobili. Xudo xolasa ishlab chiqarish hali boshlangan. Ushbu ikki avtomobilimiz ham shartnomalar mavjud. Yine adamlar olib turib shartnomani to'lab qilib, avtomobillarni Xudo xolasa bir oy ichida yetkazib beramiz. Yapışa qarang. Ne? Ha. Ne ish yapışa qarang. Ne? Ha. Ömürlük MPI bo'ladi, ya'ni metan propan tushadi. Metan propan tushadi, ya'ni bu atmosferli motor. Polni metan propan o'rnashtirib bo'ladi. Hozir shuni endi yomon kun bo'lmag'aydan, shuni agar ahvolda bo'lsa, yana buni ko'rtasizlar, tuzatish iloji yo'q. Mana kuzov tashalamam endi. Ha, kuzov tashalamam. Men shuningdek ahvoldagi mashinalar kuzov tashaladi. Hozir sizlarga kuzov narx-navlarini tushuntirib o'tamiz. Xudo xolasa, shu videomizga like bosib, kommentariyada yozsangizlar, Ömürbek aka bilan birgalikda Damas zavodga borib turib, ishlab chiqarilish jarayonidan, sifatidan, masalan, gündan necha mashina ishlab chiqarilib turibdi, shu haqida ham ma'lumot berishga Xudo xolasa harakat qilamiz. Hozir birgalikda gaplashib borib, zavoddan gaplashib, bemalol sizlarga xudo xolasa kommentariyada to'liq ma'lumotlarni yozib, do'stlarimizga yuborib qo'ysangiz shu videoni. Qo'llangancha shunga talab bo'lgan bo'lsa chiqarib beramiz, nasib bo'lsa. Bo'ldi. Musofir yurtdoshlarimizga alohida rahmat sizlarga. Shu o'zini yurtini tashlab, oilasini bag'ridan ketib, pul topaman, ro'zg'or suraman deb shu chet elda musofir yurgan yurtdoshlarimiz, otasidan ming rahmat. Ansat emas, uni tushunadi musofirga borib. Sizlar ham sog'-omon, aziz boshingizni omon saqlab, eson-omon shu oilangizni bag'rina, kisalaringizni pullarni to'ldirib qaytib kelishingizni tilak tashiman. Pullaringizni to'yating, joy soling, mashina oling, faqat taqvalaringiz yaxshi gullab yursin. Assalomu alaykum, Jim Plus kanalimiz obunachilari, kanalimiz mehmonlari, ko'pchilik yurtdoshlarimiz kutgan Damas 3 mashinasi haqida ve Cobalt shartnoma hakkında bir videomuz bo'ladi. Xo'p, Xorazm Avtotex xizmatiga kelganmiz. Bu yerdagi avtosalonda o'zlarimizni Jim mashinalarini hammasini xarid qilsangiz bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, nol ichida Tracker deysizlarmi, Onyx deysizlarmi, hammasidan ham bor. Cobaltda shartnomalar ham ochilgan. Online tarzda emas, offline tarzda. Ya'ni shura kelib turib shartnoma asosida bo'ladi. Ichkariga kirib batafsil tushuntirib o'tamiz. Ko'pchilik aka-ukalarimizlar shu Damas 3 narx-navosi qiziq bo'lib turibdi. 134 milliondan 154 milliongacha ekan. Hozir bu yerda qaysi pozitsiyasidan bu qachon shartnoma ochiladi, qachon xarid qilib ketsangiz bo'ladi, hammasini shu yerda aytib o'tamiz. Keyin kommentariyada agarda shu Damas 3 haqida to'liq ma'lumot bering desangizlar, o'zlarimiz shu Xazarisdagi Damas zavodga borib turib, ishlab chiqarilish jarayoni, nechik sifati, kastuvası hammasini to'liq video qilamiz. Bunun uchun sizlar kommentariyada basın ağa deb yozsangizlar, basın uka deb yozsangizlar, xudo xohlasa zavodga borib promoy yig'ilish jarayonidan ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, sizlarga o'xshab xalqimiz ham shu Damasga qiziqib turibdilar. To'liq obzorni ko'rsatib o'tamiz. Kofe, choylari damlab olib, videoni oxirigacha ko'ring. Videomiz qiziq bo'ladi. Sizlar xohlagan savollaringizga javob topasizlar shu videoda deb o'ylayman. Kanal olmasan videomuzni boshladik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? 2026-yil hammaga qiziq bo'lib turibdi shu Damas 3 mashinamiz. Keyin Cobaltda shartnomalar shu qiziq bo'lib turibdi. Shular haqida bir ma'lumot berib o'tsak, manzildan bir tushuntirib o'tsak obunachilarimizga. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, Xorazm Avtotex xizmat abonachilari. Qalabacha Jim Plus kanalining ashaddiy muxlislari, obunachilari. Mana bizlar bugun Jamshidbek keldi ekan, shu Xorazm Avtotex xizmatining yangiliklar bor. Shular haqida ma'lumot berib o'ting deb keldik. Qo'limizdan kelgancha sizlarga xudo xolasa qisqacha bo'lsa bir to'xtalib tushuntirib o'tamiz qo'llangancha. Avvalambor bizning manzilimiz Urganch shahar, Sanoatchilar ko'chasi 24-uy. Oddiy qilib tushunadigan bo'lsak, Xazarishdan kelishingizda Obilgan ko'piriga kelasizlar, ya'ni Mostdan Obilgan ko'pirini o'tasizlar, Taxta bozor 7000 chap qo'lda joylashgan. Xiva tomonidan keluvchilar bo'lgan bo'lsa, oldingi telesentrni kurug desa hamma biladi. Telesentrni kurugidan Taxta bozorga kirib yurisizlar, ya'ni Yog'och bozori. Taxta bozordan o'tgandan keyin o'ng qo'lda joylashgan. Telefonlarimiz 95lik 606 66 55. Bizning nomimiz AAS Xorazm Avtotex xizmat. Avtosalon deb aytiladi. Tushunildi. Shunda hammaga qiziq bo'lib turgan Damas'ni bir obzor qilib, mana bir tushuncha bersak obunachilarimizga, ko'pchilik odam boshqa mashinalardan amin shuni kutib turibdi. Ish shartnomasidan bir aytib o'tsak obunachilarimizga shuni. Xudo xolasa haqiqatan ham bu mashina zo'r mashina, ya'ni bu ko'pchilik mashina o'rnini bosib beradi. Endi aytmayman mashinalarni. Bu yengil mashinadan yursak bo'lsa bo'ladi, bemalol passajirskiy yuk ham qatnab, boshqa ham polностью ham mashina tartib beradigan mashina. Bu mashinamiz Damas 3 avtomobili. Xudo xolasa ishlab chiqarish hali boshlangan yo'q zavodda, endi boshlanadi. Bizga yana bir reklamniy obrazец kelgan. Ya'ni har bir salonga reklama etib berdilar. Bu 8 o'rinlikdan iborat.
Asosan bu avtomobilimizda 3 xil pozitsiyasi chiqadi. Ya'ni 2 o'rindiqli, 7 o'rindiqli va 8 o'rindiqlisi. Ha. Ya'ni 2 o'rindiqli desa, oldinda 2 o'rindiqli odam o'tiradi, qolgani yuk masasi ham bo'ladi. Ya'ni Damas van bo'ladi. Xo'p. Motorlarimiz ham 2 xil bo'ladi. Mashinamizda 1.2 lik motor, atmosferniy motor va 1.5 lik atmosferniy motor bo'ladi. Ha. Motorni ko'rsatib o'tamiz endi, hozir. Motorlar ham O'mirbeka MPI bo'ladi, ya'ni metan propan tushadi. Metan propan tushadi, ya'ni bu atmosferniy motor, Aha. polniy metan propan o'rnashtirib bo'ladi. Hozir bu ko'rib turganimiz qaysi motor shunda? Ya'ni 1.5 lik motori bu. Shu Cobalt motor bo'laman deb ham yurganlar bor-da. Shularga bir savolni javob Shunday bersangiz. motor bu, baribir 4 portion 1.5 lik atmosferniy motor. Cobalt degan faqat положенный 1.5 lik atmosferniy motor bo'lgan. Shunda metan propan bemalol qo'yaveradi. Metan propan polniy o'rnashadi. O'rnashadigan joyi ham orqasida, ya'ni pastda yurib ketdilar ustalarni, ugalib turibdilar, gazlar. Orqasida zapaska joyi bor, pastda shuni o'rnina 2 dona 30 lik qo'ysa bo'ladigan. Bu avtomobilimiz turi bilan tanishtirmaslar, ya'ni oldindan shu nima bilan tanishtaman, yurtkichi orqada, ya'ni orqa tortadi bunda. Oldinni tortmaydi, orqa tortadi. O'rindiqlar soni 2, 7, 8. 8 o'rindiq deganingiz, ya'ni 154 millionlik u. Buni xuddi shu avtomobil, lekin o'rtasida yana yo'q. Kapitanskiy bo'ladi. Tushunarli. Kapitanskiy ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi o'zi. Travers, Taxolar kapitanskiy-ku. Xuddi shunday Kia'lar bor. Xuddi shularning kapitanskiy sidina bo'ladi. 8 o'rindiq degan shunday bo'ladi yani. Orqasidan 3 odam bemalol o'ynashadi, vesovoyindan. O'rtaga 3 odam, oldinga 2 odam. 8 o'rindiq. Mashinaning uzunligi 4x4, ya'ni 4 metr 42 santimetr bo'ladi. Kengligi 1.6. Balandligi 1.86. Ya'ni 1 metr 86 santimetr bo'ladi. G'ildiraklar bazasi 2850 deydi, lekin g'ildiraklar o'zi 14 lik g'ildirak hisoblanadi. Zavod tarafidan yiqilg'i bakning hajmi 45 litr, yuk ko'tarish qobiliyati 650 kilogramm. Ya'ni labo bilan teng. Labo 650 emas, ko'p turgan labo ham. Oldi diska, orqasi baraban bo'ladi. Shinasi 14 lik aytib o'tdik. Dvigateli atmosferniy, dvigatel hajmi 2 xili bor, ya'ni 1.2 lik, 1.5 lik deb aytdim. Silindrlar soni, mana aytib o'tdim, yana 4 silindrdan iborat. Endi bu yerda maksimal aylanish momenti, uzatmalar qutisi MT5, MT6, ya'ni 5 skochli, 6 skochli bor. Mexanik korobka bor. Shu hammasidan qizig'i rasxota keldi. Yaqilg'i tarafına keldik, o'zi 6,5 litr rasxota o'tadi yani. 6,5 litr. Hali shunda o'zi metan propan qo'ymaydi desangizlar ham 6,5 litr shuncha gabarit gövdasidan qaranglar. Bemalol konditsioner bor, rullar, elektronika, ya'ni 12 trakkerlarning rulini yengil. Xo'p, hammasidan ham bu asinkroniy bo'ladimi, O'mirbek? Asinkroniy bo'ladi turibdi, xudo xolasa. Zanglamaydi. Zanglamaydi o. Endi variantlari, ya'ni Damas Van 1.2 lik motori 134 million so'm, yurtdoshlar. Bu Van, ya'ni bu gruzovoy xili. Gruzovoy, yana birisi Damas Max Van 1.5 LV0 degani. Bu shu Van'ni motori bir sal ko'proq narsa, 1.5 lik. Tushunarli. 142 million yurtdoshlar. Otgacha ham ko'proq bo'ladi. Damas Small Pass 1.2 lik motori. Bu oddiy Damas, ya'ni buni motori 1.2 lik LV0 deydi. 139 million. Keyin shu 1.2 likni bir opsiya qo'shilgan varianti 144 million. Endi bu shu variantini Damas Small Pass 1.5 LV0 deydi. Ya'ni bu motori 149 million so'm. 1.5 lik motor 149 million. Endi buni lyuks xili bor yana. Ya'ni kapitanskiy sidina deb aytdim-ku. Bu varianti 154 million so'm pulni egallaydi. Shunda общий yangi chiqqan Damaslar hammasi bo'lib 6 xil bo'ladi ekan. 6 xil variantda chiqadi. 6 xil variantda bo'ladi yani. Xudo xolasa. Hop, salon qismidagi qulayliklardan bir qator ko'rsatib o'tamiz. Bularda bezopaslik tarafdan airbaglar ham qo'yilganmi? Hammasi qo'yilgan. Eshiklar ham zo'r, miyaqki. Ligirovkasi bir makam shart emas. Ligirovkasi shart emas, eshiklarga yopilishini ko'rsataman. Mana yopilishini qarang uni. Mana eshikni yopilishini qarang. Sal yana tortganda yapiladi yani. Material ham o'zi sal quadroq bilinib turibdi bunda. Haqiqatan zo'r mashin, o'ta darajada. O'zim ham yoqdi. Bu bular yopilishini qarang uni, bagajlarni, kapotlarni yopilishini qarang. Gap yo'qligini qarang. Nima boshqani chiqib yo'qladi, ham zo'r. Bu yon tarafda, ichon tarafini ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsting. Obunachilarimizga qiziq baribir. Bismillah. Hoppa. İçini yenglikine qarang. Bunda masalan
evvel marshrutkala hisobida yuradi-ku Damazlar. Endi mana masalan uzoq yo'llar Toshkentga qatnasanizlar ham bemalol ketaveradi. Vodiychilarimizda, shoferimizda qulayliklar ko'p. Arka taraflar ham kengina, 3 odam bemalol o'tiradi. Arka tarafidan o'tsa ko'rsatib o'tamiz. Buni shart boshlanadi. Shu narsa bor. Arka tarafı o'tsa qulayina. Hop, shuni o'tdinglar. Arkadan masken ko'tarib tushib bilmaysiz. Mana o'zi chiqadi. 3-qator avina ko'rib tursizlar, keng bo'ladi. Damaz 3'e qiziqib birgalar. Sizlar uchun eksklyuziv video desak ham bo'ladi bizning J+ kanalida. Hop, tushunarli. Shunda narx-navosi to'lov usullarini aytib o'tdik. Endi Cobalt'da qiziqib turgan ag'a-ukalarimiz uchun shularning bir shartnomalarini ham aytib o'tsak. Ayni vaqtda hozir, yana bugun 15-yanvar günü holatna Cobalt avtomobilining 2 xil pozitsiyasida, ya'ni Style MCM 156 milyon 100 ming so'm, ya'ni Midnight MCM bu 165 milyon 200 ming so'm. Ushbu ikki avtomobilimizda ham shartnomalar mavjud. Ya'ni odamlar olib turib shartnomani to'lov qilib, avtomobillarni xudo xolasa bir oy ichida yetkazib beramiz. Yetkazib berish muddati 1 oy ichida. Bundan xudo xolasa ertaroq ham kelib qolishi mumkin. Ertaroq ham kelib qolishi mumkin. Bundan tashqari bizda hozirgi kunda Cobalt'dan tashqari 12 Tracker avtomobillarimizda rassrochkalar mavjud. Ya'ni kelib bemalol 25, 30, 40, 50% ni to'lab avtomobilni 0% dan xarid qilib ketishlari mumkin. 12 Trackerlarni shu o'zida, ya'ni shu o'zida bankimiz ham bor, misol uchun. Qolaversa Capital Bank, Infin Bank, Hamkor Bank chiqarib turibdi. Bizning o'zimizda Apex Bank bor. Apex Bank ham chiqarib turibdi bemalol. Keladilar, muammosiz. Yordam berib chiqarib beradilar. Tushunarli. Shunda hozir 10x Trackerlar hammasi har xil rangidan mavjud. 10x Trackerlarimiz hammasi deyarli hammasidan mavjud. Olib ketaveradi sirazi. Olib ketaveradi. 1-2 soatda ishi bitadi, xudo xolasa. Faqat 1-2 variantlar yo'q. Ularni yo'lda yotir. Muam yetib keladi nasib bo'lsa. Tushunarli. Yana obunachilarimiz ko'p so'radilar. Shuning video olamiz desak, Cobalt'da rassrochka qachon ochiladi ekan, shundan ma'lumotni bilib bering deb turdilar. Yo'q, endi u bo'yicha hozir yurtdoshlar aniq bir narsa yo'q. Bizlar ham qani ochilsa, bizlar ham yaxshi, to'g'risi. Lekin chunki o'tib turgan narsani rassrochka ochmaydilar. To'g'ri. Chunki o'zingizdan bog'ingiz olmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'sha olib turgan bo'lsalar, misol uchun. To'g'ri. Mu'tabar berasizmi qarzini? Bermaysiz. Shunday gap. U o'tib turibdi. Chunki bizlar yana hozir har oy 200 Cobalt qo'yamiz, moment bir kunda 2 kilo sotib turibmiz, to'g'risi. To'g'ri. Bu narsani rassrochka qo'yish menimcha, bilmadim, yana GM nima deb o'yladi. Do'stlar. Meni fikrim shunday, o'zim fikrim aytdim, shaxsiy fikrim. To'g'ri. Hech kim ham masalan dehqonlar ham birinchi o'tib turgan bo'lsa, masalan ustunda o'chib turib olib turgan bo'lsalar, qarzini bermaydi-ku. To'g'ri. Demak, o'tmaydigan bo'lsa berishi mumkin qarzini. Men shunday o'ylayman. Demak, Cobalt o'tib turibdi hozir vaqtda. Tushunarli. Ayni vaqtda shartnomalar bor. Yana bugun ochdim, uje tamom bo'ldi hisobi. 100 Cobaltda tamom bo'ldi. Yana ham ekran ostida batafsil ma'lumot uchun telefon nomer. Telefon qilib, bemalol shu ma'lumotni bilsangizlar bo'ladi kelishda oldi. Yoki bo'lmasa manzil aytildi, kelib ustunda ko'rib xarid qilaverasizlar. Bundan aytaylik. Keyin 10x Tracker mashinalarimizni rassrochka oldindan to'lovlari ozaydi deb eshitdik, shu gaplar ham bir 25% bilan chiqarsa bo'ladi, oldindan to'lovni 25% bilan chiqarsa bo'ladi. Bundan tashqari naqd pul olmasangizda bu avtomobillarimiz naqd pul ham tayyor turibdi. Qo'shimcha ravishda cashbacklar ham bor. Cashback qaytib beramiz qo'llanganchalarga deb yordam beramiz. Agar bizda asatkamizda 2025-yilda ishlab chiqarilgan Trackerlar bo'lsa, 1.5 boyndi, Tracker 2025-yil. Bu mashinalarimizni naqd pul to'layman desa 12 million so'm skidka beraman. 12 million hatchback. Masalan 252 million bo'lgan bo'lsa, Tracker Premier Plus'i 12 million qaytaman, 240 million so'mga beraman. Tushunarli. Keyin Malibu Captiva'ni ham so'radilar bo'ldi. Endi hozirgi kunda Malibu'miz deyarli yo'q hisobi. Captiva avtomobilimiz bor bir donasi. Bundan bolamiz turibdilar. Rassrochkalar bor Captiva'ga, ya'ni oldindan 50% to'lasa 22 ga bo'lib beramiz. 30% to'lasa 13 oyga bo'lib beramiz. Bundan tashqari yurtdoshlar bizda Damas avtomobillarimiz ham bor. Damas avtomobillarni naqd pul to'laydigan bo'lsangiz tayyor deyarli. Rassrochka bo'lgan bo'lsa 10-15 kun kutiladi. Chunki hozirgi kunda Uzoqdan Motors, ya'ni Xorazm filiali Damas zavod deb aytsak tushunarli bo'ladi. Ta'tildalar hozir. To'g'ri. Yangi yilda har yil bo'lgan gap, inventarizatsiya, ya'ni zavodni bir qadar texnik ko'rikdan o'tkazib, keyin ishlab boshlaydilar, xudo xolasa. Nasib bo'lsa 19-yanvarda ishlab boshlaydi, keyin Damaslarni yana kelishdan tezlashib boradi, xudo xolasa. Shuning uchun faqat hozircha Damaslar 15 kun kechiktirib turibmiz. Ya'ni shartnoma qiladi, oldin 50% ni to'lasa, qolgan 50% ni 22 ga bo'lib beradi. 30% to'lasa 13 ga bo'lib beradi Damasni. Lekin shartnomasini qilib, galaridan shartnomasini qilib, bankdan pul to'lab o'tkazib turaveradi.
avtomobilni 15 kunda yetkazib beramiz nasib bo'lsa. Tushunarli. Shunda Captiva nalishida bor. Hozircha bor. Tushunarli. Hop, bu yerda faqat shu mashina sotadigan avtosalon emas, bu yerda mashinalar xizmat ko'rsatadigan servislar ham bor. Ular ham bir aytib o'tamizmi? Ko'rsamizmi, aytib o'tamizmi? Bir ko'rsatib bersak ham bo'ladi, aytib bersak ham. Sizdan desang shu. Bir ko'rsatib aylanib bersak ham bo'ladi. Yaxshi ko'rgan savob deydi. Keling. Birlikte Cemşitbek bize bir de o'zida Aha. servis xizmatlari mavjud, ya'ni avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish. Bu hafta bir de avtomobillar motorlarini remont qiladilar, padovoy chasti, kuzubi, elektron variantlar yo'llari, ya'ni elektronika yo'llari, avtomobilni Hammasidan ham bu yerda do'stlar zo'r joyi, boshqa yerga borib o'chirib kutib o'tirasizlar-ku. Bu yerda boks ko'p, ham inomarka olami, jim mashina olami, hammasini shu yerda malakali ustalar o'zi ko'rsatib haqlab beradi. Yan tarafda kutish zallari ham tashkil etilgan. Bu yerda kutish zali ne turibdi yani ekranda. Ekranda hamma posta turibdi. Keladidan klient o'tirib, bu yerda o'tiradidan görüp oturardı bemalol, mashina o'zatib turmanni. Jet turibdi sen mashinani, kulish degizdimi, degizmadimi? Ustani kuzatib o'tiradi bemalol. Kofe ichib o'tiradi ekan bemalol kelib. Tushunarli. Zapchas masalasini ichkindi. Zapchaslar bizda faqat GM zapchaslari bor, ya'ni UzAvto Motors'ning o'zidan kelgan zapchaslar, original zapchaslar bor. Faqat shuni qo'yib beramiz. Ya. Hem garantiyali oladi, hem sifatli oladi. Şöyle kelib bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Keyin kuzufi so'raydigan og'a ukalarimiz bor. Arka tarafda yana bundan tashqari ham texlar ko'p berdi, masalan. Laboylarga treshina tushgan bo'lsa, shularni ham yamab beradilar. Diagnostika bor. Diagnostika bor bu tarafda. Gaz bo'limi bor. Gaz bor, shu yerda o'zingizda sotib olib, gazdan ustanovka qilsangiz bo'ladi. Shuma izolyatsiya bor. Xo'p, agarda shuni endi yomon kun bo'lmag'aydan, shuni agar ahvolda bo'lsa, buni ko'rtasizlar, tuzatish iloji yo'q. Mana kuzov tashalami endi? Havan kuzov tashalami. Bu shuningdek ahvoldagi mashinalar kuzov tashaladi. Hozir sizlarga kuzov narx-navlarini ham tushuntirib o'tamiz. Avvalambor kuzovlar qalabaşlar bir o'zida GAI xizmatlari, ya'ni yo'l harakat xavfsizlik xodimlari tomonidan avtorakamlarni berish ham yo'lga qo'yilgan bu yerda. Bemalol kelib, oblgada o'tirish shart emas o'chirda, shu yerga kelib nomer olib ketadilar. Bundan tashqari bizda Texas Motor, ya'ni texnik ko'rik xizmat ham yo'lga qo'yilgan. Bu turimizdan faoliyatimiz ham bor. Ya'ni men avtomobilni texnik narsa o'tgan bo'lsa, xulosasi o'tgan bo'lsa, kelib bemalol texnik ko'rik o'tkazib berishlari mumkin. Bo'ldi. O'mirbek aka, bu nomerlar arzon nomer qanday muammo bo'lib turadi. Hozir arzonlashtirilgan nomer chiqdi shu kundan. Hop, bu yerdan ham shunday arzonlashtirilgan nomer bor axir. Bemalol xudo qolsa, shu 2-3 kun ichida bu yerdan bir başlaymiz arzonlashtirilgan nomerlarni. Muammosi yo'q. Tushunarli. Endi kuzovlari aytib o'tsak. Kuzov aytadigan bo'lsak, bu Gentra avtomobilining kuzovi bahasi 49 million 593 ming 855 so'm. Keladilar, avtomobillar keladilar. Masalan, avariya bo'lsin deb niyat qilmaymiz. Avtomobilingiz eskigan bo'lsa, yo bir chirik tushgan bo'lsa, kelasiz, choyni ichib o'tirasiz, kofe ichib, yana shu aytganida avtomobilingizni ikkalasidan shu mashinani o'tirib beradilar. Shu pulning ichida usta qisam shunday ichida. Hamma o'zini shunga o'tirib beradi, usta ham shunday ichida ketadi, tamom. Pasport, avtomobilning tex pasporti, klient, ya'ni egasining o'zining pasporti, tex pasporti va GAIdan spravka kerak bo'ladi. Kuzov tasharrakkan. Shunday ma'lumotlar kerak bo'ladi. Tushunarli. Nexus'ning kuzovi 42 million 670 ming so'm. 675. Ustaqisi ichida. Ustaqisi ichida shuning. Cobalt avtomobilniki 43 million 880 ming so'm. Damas avtomobilniki 33 million 868 ming so'mni tashkil qiladi. Bemalol kelib, ustaqisi ham shuning ichida avtomobilni butun zapchaslarini buna o'tirib olib ketadilar. Tushunarli. Endi O'mirbek aka, shu videoning boshida aytib o'tdik, akalarimizga Damas haqida. Damasda qachon shartnoma ochilish ehtimoli taxminan masalan. Damas uchunmi? Damas uchun hozircha aniq ofitsial ma'lumot yo'q, lekin o'zim taxminimcha shu mart oyida bo'lib qolishi mumkin, xudo xolasa. Lekin hozircha chunki ishlab chiqarish yo'q axir mashina. Endi ishlab chiqarishni zavod endi yo'lga qo'yadi, xudo xolasa. Chunki biroz ishlari bitib borgan, xudo xolasa. Az neler qolib turibdi hujjatlar. Ishga tushirib yo'lga qo'yilgandan keyin yana berib boshlaydilar shartnomani. Xudo xolasa, shu videomizga like bosib, kommentariyada yozsangizlar, O'mirbek aka bilan birgalikda Damas zavodga borib turib, ishlab chiqarilish jarayonini ham, sifatini ham, masalan, kundan necha mashina ishlab chiqarilib turibdi, shu haqida ham ma'lumot berishga xudo xolasa harakat qilamiz. Hozir birgalikda gaplashib borib, zavoddan gaplashib, bemalol sizlarga xudo xolasa kommentariyada to'liq ma'lumotlarni yozib, do'stlaringizga yuborib qo'ysangiz shu videoni. Qo'llangancha shuna talab bo'lgan bo'lsa chiqarib beramiz, nasib bo'lsa. Bo'ldi. Zavodga borib. Shunda O'mirbek aka videomizni yakunlab beramizmi? Havo yakunlaymiz. Shundan tashqari boshqa bizga yana ma'lumotlarni berib o'tdik. Bizda bank xizmatlari ham bor shu yerda. Yana Turan bank, Asaka bank, Apex bank, 3 xil bank o'tiribdi, kassamiz ham bor shuning o'zida. Nima deymiz, hammaga aytib bo'ldik, qo'limizdan kelgancha
E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' omon bo'ling yurtdoshlar. Ishlaringizga omad. Yana Xudo xolasa 26-yil girib keldi. Tezlik bilan, shiddat bilan girib keldi. Ya'ni 6 yil bu yil. Hammangiz otlarni qamchilab, Xudo xolasa mahkam turib, shu yil marrani egallaysiz degan umiddamiz. Davlat tashkilotining ishlaydigan xodimlarimiz ham ishlaridan omad, sog' omon bo'lib, shu yurtimizni tinchligi, asosishlari yo'lida harakat qilib, xizmat qilib turibdilar. Ming rahmat sizlarga. Qolaversa dehqonlarimiz ham endi ishlarni boshlayapti asta-asta, Xudo xolasa, yer suzish ishlari, sug'orish ishlari. Bu yilimiz o'tgan yildan ham zo'r bo'lib, Xudo xolasa, xirmonlarni to'lib tashib, sifatlaringizga sig'mang. Neraq borib qo'yishni bilib yurgaysizlar. Musofir yurtdoshlarimizga alohida rahmat sizlarga. Shu o'zini yurtini tashab, oilasini bag'ridan ketib, pul topaman, ro'zg'or suraman deb shu chet elda musofir yurgan yurtdoshlarimiz otasidan ming rahmat. Ansat emas, uni tushunadi musofir olib borib. Sizlar ham sog' omon, aziz boshingizni omon saqlab, eson omon shu oilangizni bag'rina, kisalaringizni pullarni to'ldirib qaytib kelishingizni tilak tashaman. Pullarningizni to'yating, joy soling, mashina oling. Faqat taqvalaringiz yaxshi kunlarga yursin. Bo'ldi. Umirga Abdulloh rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obunachilar xayr bo'lsin. Sog' bo'ling.